O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda MAN Mega Universal bo'ladi. Yili 2019. Visoki kabina, standart rama. Baklari 960 litr. Manimiz 500 talik. Pritsep holatini ko'rishingiz mumkin. Pritsepimiz Mega pritsep bo'ladi. 105 kubalik. Saf moz lentaykalari bor. O'rtoqlar, bu Mega pritsepimizni ichini ko'rsanglar bo'ladi. Hamma alyuminlarimiz bor, tentlari butun, yaxshi holatda turibdi, suv o'tib ketmagan. Alyuminlari hammasi to'liq. Radnoylar, bu mashinamizni probegi 494 ming yurgan. Korobkalari avtomat, retardolari bor. Holatini qaranglar, qanaqa svejiy turibdi. Xolodilniklari ishlaydi, konditsionerlar ishlaydi, 2 kishilik spalnisi bor. O'rtoqlar, kimga shunaqa komplekt kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Bu videoni xuddi shunaqa fura qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat.